Mikroqarz olmoqchi edim, lekin qaysi bankka murojaat qilishni bilmay turibman. Banklarga bormasdan mikroqarz haqida ma'lumot qayerda olsa bo'ladi? Bugun siz uchun tijorat banklarining jismoniy shaxslar uchun mo'ljallangan moliyaviy xizmatlari haqidagi axborot portali haqida ma'lumot beramiz. Brauzerdan bank xizmatlari.uz saytiga kirib, o'zingizga kerakli xizmat turini tanlaysiz. Bulardan kredit, omonat yoki valyuta kursi bo'lishi mumkin. Bugun siz bilan misol tariqasida mikroqarz bo'limini ko'rib chiqamiz. Kreditlar bo'limiga kiramiz, mikroqarzni tanlaymiz. O'zimizga kerakli kredit miqdorini kiritamiz. Muddati va bankni tanlaymiz. Platforma bizga tijorat banklarida mavjud barcha mikroqarzlarni chiqarib beradi. Shartlari to'g'ri keladigan bankni tanlaymiz va bankning rasmiy sayti orqali kreditdan foydalanishimiz mumkin. Platformaning asosiy afzalligi bu barcha bank saytlari yoki ofislarga bormasdan bank xizmatlari haqida onlayn ma'lumot olish imkoniyati. Shu bilan birgalikda saytdan siz bankomatlarning joylashuv joyi va